Azizlarim, go'zallarim, aziz Hazrati inson. Bugundan e'tiboran qalbingizni og'ritgan insonlarni, sizni xafa qilgan voqeliklarni, insonlarni kechiring, qo'yib yuboring. Hayotingizga yangi energiyalar kirsin. Eskilik sizni hozir aurangizni, sizni energiya polingizni qamrab, zabt etib turibdi. Yangi voqeliklar kira olmayapti. Keling, qo'yib yuboring shu voqealarni. Kerak emas, o'tmish voqealar, xotiralar. Sizga mentalniy здоровье kerak. Buning uchun o'tmish xotiralarni, insonlarni qo'yib yuborishimiz kerak. To'g'ri, tushunaman. Og'riqli travmalarimiz bor ruhiy, lekin hammasini qo'yib yuborishimiz kerak. Chunki yangilik kirib kela olmaydi. Eskilik o'rnini yangilik kirib qoplashi uchun eskilik chiqib ketishi kerak. Sizga qanchalik qiyin bo'lganini, qanchalik og'ir urug'larni o'taganingizni, imtihonlarni topshirganingizni bilaman. Hech kim sizni maqtamagan bo'lsa, men maqtayman. Sizdagi inson yo'q. Sizdagi mardona, jangovar, bir kuchli inson yo'q. Ayol erkak farqi yo'q. Ammo bugundan e'tiboran hayotga muhabbat ko'zi bilan, mehr ko'zi bilan, ishonch ko'zi bilan qarashni boshlang. Siz mehrli, muhabbatli, judayam qalbi chiroyli insonlarsizlar. Men bilaman. Qayoqdan bilasiz deyishingiz mumkin. Men energiyalarni sezaman. Qalbingiz qanchalik og'riganini his qilaman. Ko'zimga yoshlar kelmoqda. Og'rig'ingizni his qilib turibman. Ammo bu og'riq sizni yaxshilikka olib chiqmaydi. Keling, shu og'riqlarni qo'yib yuboramiz. Men o'zimga baxtli bo'lishga, muhabbatli bo'lishga, boy bo'lishga ruxsat beraman. Hayotimga baxt, shodlik, quvonch va hayotning eng go'zal voqealari kirishiga ruxsat beraman. Men mavjudman. Men baxtli kunlar uchun, muvaffaqiyatli kunlar uchun, quvonchli kunlar uchun loyiq insonman. Men o'zimga muhabbatliman. O'zimni sevaman, qadrlayman. Boshqalarni hurmat qilaman, qadrlayman. Qabul.